Beijing vaqti soat 23. Issiqim eshib, qo'qoq chiqib ketib bordi. Qo'qoqdan qo'rqsang qahramon bog'i. Qahramon 3 qat qo'qoq ichimlikini deysan balki. Shunda qo'lingga chiqqanda ishchivamay markasiga sifatiga qarab ishkin jumu. Haroratni tanshab issiq qaytirdig'ini yanala qahramon 3 qat qo'qoq ichimligi. Sevginim bo'ldi. Nima talashimni bilmay, beshimda qotdi. Yo, ko'ray desak kino, mana ko'zlak tayyor dumando. Ko'zlak. Bu yil moda bo'lgan ish nima? Sog'lomlik va badan chiniqtirish. Undaqda nima chiniqimiz? Boburbodiy chiniqish klubida uskunlar ilg'or va to'liq trenerning saviyasi yuqori va mas'uliyatchan e'tiborlarni ko'p. Baburbodiy cheniqish klubiga texi a'zo bo'lmadingizmi? Baburbodiy cheniqish klubi. Telefon 0991 Tarmoq shirkat ochqich qabul qilamiz. Talla bozor ichishda hamkorlashib chaqiramiz. Tor supimizga vakalash qabul qilamiz. Tor do'kon ichib beramiz. Voy, qaysi shirkat u? Xalqiyar 150 o'rinda amaliy Xalqiyar talla bozor bo'lgan bir tutash mol ta'minlab beradigan Xalqiyar shirkati. Telefon 400 309 84 54. Bashqildanning javridan ishlangan Zoqdam oddiy ochiq suyni zakaz qilay degan. Qaysi turdagi mahsulotlardan lozim? Hamma turdan olay. Zoqdam oddiy ochiq suyning setilish baktiz obdan pul topdi. Xotirjam bo'ling, 24 soat ichida do'koningizga yetkazib beramiz. Telefon 0991 250 33 53. Hürmetli radyo anlıqçılar, endi xayrlik akşam programımız boyunca anlatış berimiz. Qadrli do'stlar, kechliginglar xayrli bo'lsin. Turmushda har qanday odamning arg'inlik his qiladigan vaqtlari bo'ladi. Zimmamizga tushgan mas'uliyatdan qochmay, uninga tashabbuskorlik bilan yuzlanaylik. Siz ilgirlash yo'lida yo'liqqan har xil jabr jafo va qiyinchiliklarni qabul qilib, jasorat bilan olg'a ilgirlab, masalani boturlik bilan hal qila olsangizlar, ondan haqiqiy o'sib yetilgan bo'lasiz. Xayrli akşam programmamizni yoqtirib anglag'aysizlar. Men program riyosatchisi Ro'shan Gulbasit. Qadrli anglag'uchilar, bugungi programmamizni Izzat Ilyas o'rinlagan "Har kim shundoq yoshsa deyman" nomli naqshi bilan boshlaymiz. Hozirlanishinglarda bo'lsin. Muhabbatning suyini ichib, go'zallikning nurini chechib, rezillikning bag'rini ichib,
yaşsa deymen Rezillikning bağrını içip Her kim şundaq yaşsa deymen yaşsa deymen Her kim şundaq yaşsa deymen Qadrli anglag'uchilar, hech qanday muvaffaqiyat birdinla vujudga chiqqan emas. Azroq tirishchanlik ko'rsatib natijaga erishilmasa, hammadan og'irnish, o'zini tashlab etish muvaffaqiyat qozonishning orqasidagi to'lashga tegishli badalni xato mo'ljarlab qo'yganligining ifodasi. Qisqa muddatlik manfaatga erishishni talab qilmay, har bir ishni izchil yaxshi davomlashtirgandala, texmi zo'r natijalarga erishgili bo'ladi. Har vaqt g'alaba qozonishga ishonchingiz bo'lsin. Tövəndə anglaydiganimiz Yang Pian o'rinlagan ishonchim bor nomli naqsha.
Qadrli dostlar, endi dehqonlarga sunadiganimiz Obulqasim Ömer o'rinlagan To'rt Pərdə nomli naqsha. Tütbediге çalmaydım, tütbedige çalmaydım. Çaldırgan minin yarım, çaldırgan minin yarım. Rast gipini etsan şu, rast gipini etsan şu. Acabtin aldı bu canım, acabtin aldı bu canım. Acep kıyналdı bu canım. Oy, acep kıyналdı bu canım. Bulbultula sayraydı, bulbultula sayraydı. Gül şığı konsam da, gül şığı konsam da. Yatsam uykum gelmeydi, yatsam uykum gelmeydi. Sen yarımı görsem de, sen yarımı görsem de. Oy, sen yarımı görsem de. Oy, sen yarımı görsem de. Gece yattım gam bilen, gece yattım gam bilen. Gözümdeki nem bilen, gözümdeki nem bilen. Kaçan mı görüşemiz, kaçan mı görüşemiz. Mihribanım sen bilen, mihribanım sen bilen. Oy, mihribanım sen bilen. Oy, mihribanım sen bilen, mihribanım sen bilen. Qadrli dostlar, endi anglaydiganinglar Erbulat bilan Damu o'rinlagan Qush keldi nomli qozoqcha naqsha. Elge jarşı, celge qarşı, Құс келеді алыстан. Көлді кешіп, шөлді кесіп, дауыл менен алысқан. Үні асқақ жырды бастап, үзілмейді дастаны. Сүрінбейді, білінбейді, қанша жолды басқаны.
asqaşırdı bastap üzülmeydi dastanı Sürünmeydi bilinmeydi qancha yoldu basqanı Avusları жаңғыртады туған жердің аспанын балқытады шалқытады думан елдің жастарын үні асқақ жырды бастап үзілмейді дастаны сүрінбейді білінбейді қанша жолды басқаны үні асқақ жырды бастап үзілмейді дастаны сүрінбейді білінбейді қанша жолды басқаны салып келді қонып аққайыңның бүріне әнін арнап жүрек жалғап туған жердің гүліне үні асқақ жырды бастап үзілмейді дастаны сүрінбейді білінбейді қанша жолды басқаны үні асқақ жырды бастап үзілмейді дастаны сүрінбейді білінбейді қанша жолды басқаны сүрінбейді білінбейді қанша жолды басқаны baharim Kürdi anla diyarım Şadlığımni bayan kıl, şadlığımni bayan kıl Benim dilkeş tutarım Şadlığımni bayan kıl, şadlığımni bayan kıl Benim dilkeş tutarım Ecdatladım teverrük, ecdatladım teverrük Bana kalgan tutarım Ecdatladım teverrük, ecdatladım teverrük Bana kalgan tutarım Altın tutarım Çıksın kömür kumarım
ovozim, sana tenkash ovozim jaranglaydi her doim. Sana tenkash ovozim, sana tenkash ovozim jaranglaydi her doim. Ecdatladım teverrük, ecdatladım teverrük bana kalgan bu tarih. Ecdatladım teverrük, ecdatladım teverrük bana kalgan bu tarih. Verdi ilham zamanin, açtı kudret dermanim. Elbəxtini kuylimek, elbəxtini kuylimek benim arzu armanim. Elbəxtini kuylimek, elbəxtini kuylimek benim arzu armanim. Ecdatladım teverrük, ecdatladım teverrük bana kalgan bu tarih. Ecdatladım teverrük, ecdatladım teverrük bana kalgan bu tarih. Ecdatladım teverrük, ecdatladım teverrük bana kalgan bu tarih. Çalsam çıkmaz kumarim. Qadrli anlıqçılar, yuqorida Shirali Eltekin o'rinlagan Duttarim nomli naqshini angladinglar. Endi Jangli o'rinlagan Apa nomli naqshini anglaymiz. Bu naqshining qisqacha mazmuni mundaq. Güzel saharda daraxt yo'pirmoqlari ustida shabnam yaltiraydi. Yiroqdagi Apa, sizga bo'lgan sig'inishimni til bilan ifodalashga amalsizman. Apa, yaxshimsiz? Mendan bek ansirab ketmang. Jimjit kechida yulduzlar menga qarab ko'z qisishyotidi. Sizning tilaklaringiz menga yor yo'lak Apa. Yiroqdagi sizga bo'lgan sig'inishimni naqsham orqali ifodalay Apa.早上，露水悄悄趴在树叶的上面。远方的妈妈，你可知道我对你的思念？回想这么多年，一个人在外边，冷暖都放在我心间。爱是一根长长的线，我们各自踏着一边。妈妈你好吗？不要对我有太多的牵挂。妈妈你好吗？过去的事情都放下吧。静静的晚上，星星悄悄躲在月亮的旁边。远方的妈妈，你可知道我对你的思念？回想这么多年，我们的生活有苦也有甜，爱是一根长长的线，我们各自拉着一边。
欢这样依偎在你身旁。妈妈总说有一天我会找到一个心爱的姑娘，如今我已找到了心爱的姑娘，我也时常听她讲，其实妈妈的故事都一样，幸福中透露着感伤。Dükkandar Kevser maymun şaptılı şerbeti var mı? Var. Vah ne bir de peyzi. O yeni mal chiqib bo'lguncha izlab so'rab tepib bo'ladi ekanlar. Oldi bilan pulni to'lab, ondan ichchilik. Başka içimlikler takat kıgılı buludu. Lekin Kevser maymun şaptılığı takat kıgılı olmaydı demez mi? Kevser maymun şaptılı şerbeti. Setip alganda Kevser markasına dikkat kılın. Parashikning oltin sag'indan birini basla. Oltin sağan parashik bor deb anlamabdiman ya man. Faxriy 10 yilning ichida oltin bor deyman. Mukofotni debsizda rost Urumchi Faxriy savdo chekish shirkati qurilganligining 10 yilligini tabriklab, Faxriy 10 yil ko'p xil unum kirish parashigining ichiga sizlarda xaridorlarga 20 grammlik oltin zanjir, 5 grammlik oltin uzuk mukofot faoliyatini yo'l qo'yibdi. Ya'ni sifatlik yuz, badan yuyish atir sopini, hatto Faxriy qoch yuyish lo'ngisimi bor ekan. Balli shu nima chiqsa shu Faxriy 10 yildan birini basla. Faxriy 10 yil ko'p xil unum kirish parashigi. Bahar kelib, gullar echilganda gul dengizini sayl qilib, xushpuroqlik romantik hissiyotdan huzurlaning. Turpandagi odatdan tashqari go'zal o'rik chechikidan, Sayram ko'lidagi shamolda irg'anglab turgan seriq chechakgacha, Turgin tog'larida hamma yerni qatlagan yovi o'rik chechikigacha, Shixanzidagi 10 ming mo'liq shaptil chechikigacha, Qarajin yayliqidagi 5 xil rangli gul, İlidagi romantik so'sin ranglik Istiquddus gul dengizi. Xinjiangning atiyas va yoz faslining go'zalligi, gul faslining uzunligi va o'zgachiligida. Xinjiangga sayohatga kelib, gul ko'rib, she'riy tuyg'udan huzur eling. Xinjiang yaxshi joy. Tang saharlarda quyoshning ko'tarilib chiqqanini ko'rganimda, oltin kumush har qancha paqirsa-mu quyoshning chaqnishiga yetmaydiganligini, akşamları sansızlıgan yulduzlarning jimirilishini ko'rganimda, har qancha ko'p zibuzinnatlarning chaqnishining yulduzlarning jimirilishiga yetmaydiganligini his qilaman. Tog'larni bo'ylab, chig'ir yo'llarda yurganimda, shildirlab eqiyotgan zumrat buloq suvlarini har qancha esil nozik ne'matlarni afzal ko'raman. Biz tabiatning bu esil sovg'alarini qadrlamay, yana nimani qo'g'lishimiz? Tabiatni hurmatlab, hayotlik fayzini so'rayli. Namratlarni dal joyda yo'lash yo'lida qat'iy mangayli. Halliq jamiyat barpo qilayli. Haqiqatni amaliyotdan izlab, o'z joyining ahvoliga qarab ish ko'rib, turlarga ayirib yetakchilik qilib, namratlarni dal joyda yo'layli. 2020-yili mamlakatimiz umumyuzlik halliq jamiyat qurib chiqdi. Namratlarni dal joyda yo'lashda bir nima qoldirib qo'yishga bo'lmaydi. Qadrli anglag'uvchilar, kishilik hayotdagi nurg'un ishlar mundaq bo'ladi. O'zi yaxshi ko'rgan narsaga nisbatan tirishib izlanish, qo'lga keltirish uchun tirishish kishilik hayotdagi normal ish. Reallikning rahimsiz yeri shu yerdagi, ba'zida siz butun zehningiz bilan jafo tortib erishgan narsaning sizga haqiqiy mos kelishini tayin. Agar o'zimizning nimaga erishmoqchi ekanligimizni bilishni bir xil iqtidor desak, undaqda nimaning o'zimizga tava emasligini, o'zimizga mos kelmaydiganligini bilish hamda muvofiq paytda voz kechishni bilish bir xil aql farosat. Odam bu umrda nurg'un odam va ishlarga yo'liqadi.
Ammo barliq uchrashishlar vaqti kelganda bo'ladi. Söysimi erişenmeslik, talab qilsimi yetolmaslik bu kishilik hayotdagi normal holat. Ba'zi ishlarning yuz berishi sizga reallikni aniq ko'rsatish uchun, ba'zilarning kelishi sizning o'sib yetilishingiz uchun, ba'zi agir to'qay yo'llarning paydo bo'lishi sizning cheniqishingiz uchundir. O'zini söymaydigan odamga uchrab qilish qo'rqinchli emas. Qo'rqinchligi shuki, sizning ziyonni qanday to'xtatishni bilmasligingiz. Hamisha davomli yaxshi ko'rsamla, qarshi tarafni ta'sirlantira olmayman deb o'ylashingiz. Demak, sizga tava bo'lmagan narsalarga esil verish eng qo'rqinchlidir. Kishilik hayotda aslida mukammallik bo'lmaydi. Zo'rlig'il bo'lmagan ekan, ixtiyoriga qo'yib etgan yaxshi. Turli foyda ziyon xotirjam yuzlanganga yetmaydi. Albatta, odamni ishni zo'rlamaslik, o'zini mayliga qo'yib etib olg'a intilmaslikdan derak bermaydi. Xuddi mundaq bir jumlada deyilgandek, haqiqiy tabiiy qo'yib etish deganimiz chamining yetishga tirishgandan keyingi zo'rlamaslik. Hargizmi ikki qo'lni tashlabla voz kechish emas. Erishmoqchi bo'lgan narsani butun kuch bilan izlash kerak. Shundaqla normal ro'yi holat bo'yicha natijaga yuzlanish kerak. O'rinsiz johillik va talvalarcha talab qilishdan voz kechganda kishilik hayot texmo xotirjam o'tadi. Endi Turg'an Umar o'rinlagan Go'zal dunyo nomli naqshini anglaymiz. Güzel hayatı yarattın dünya, Gümülge nur ziya tarattın dünya. Bu güzel hayatı yarattın dünya, Gümülge nur ziya tarattın dünya. Diye tumurda ümmet kaldırı, bizni gül menzilge qarattın dünya. Aynı kim itekte yapalaydıken, Rezille bağrını köydürdün dünya. Aynı kim itekte yapalaydıken, Rezille bağrını köydürdün dünya. Muhabbet yağmur diyecim mehlim İnsan niye insanğa söylürdüm dünya.
Gülmegen dillani güldürdüm dünya Gülmegen dillani güldürdüm dünya Qadrlik anlıqçılar, tövende anlaydıqınızlar Səy Cənya orunluğan Meni avara qılma namlıq naqşa. Naqşının qısqacha mazmuni mundaq. Qara bulut, senden ötünüp qalay, yordam qil. Meni avara qılma. Sen bilirsən, mən daim küllik elib yüretdim, bugün almaptıman. Onun üstüge mən oq ko'nglik kiyib aldım. Senden ötünüp qalay, yordam qil. Meni avara qılma.是我得罪谁了吗？这一天竟然每件事情都失算，只想转个弯，却绕到了飞机场，发现没钱在身上。啊，乌云快走开！你可知道我不常带把伞，带把伞。哦。乌云快走开，感觉你在挑战我的乐观，哦，你还想怎么样？搞得我快抓狂，求你帮个忙。乌云别找我麻烦。决定的吗？我穿上了白衬衫，那一杯咖啡偏在我身上倒翻，不如跑一趟，上天它却刚打烊，妙不可言的下场。啊，乌云快走开！你可知道我不常带把伞？带把伞，哦，乌云快走开！感觉你在挑战我的乐观，哦，你还想怎么样？搞得我快抓狂，求你帮个忙。乌云别找我麻烦。走开！你可知道我不常带把伞，带把伞。哦，乌云快走开！感觉你在挑战我的乐观，哦，你还想怎么样？搞得我快抓狂，求你帮个忙。乌云别找我麻烦，乌云快走开！你可知道我不常带把伞，带把伞。啊，乌云快走开！感觉你在挑战我的乐观，哦，你还想怎么样？搞得我快抓狂，求你
yarim şahiyesine şahiyesin savaynim bulan şahsin sanim bulan bul kilip pınan şahsin sanim bulan bul kilip pınan Gitsen yalnız sen Yırak mesyollarsın Gitsen yalnız sen Yırak mesyollarsın Sen güzel ketken bilen Olsun yüreğin yalnızı Sen güzel ketken bilen Olsun yüreğin yalnızı Sen giderimde dedin Ay yadigar bergin bana Sen giderimde dedin Ay yadigar bergin bana Yadigarım şu emes mi Vay yaxşı huylarım sana Yadigarım şu emes mi Vay yaxşı huylarım sana Yaxşı huylarım sana Qadrlik dostlar, yuqorida bu Sarxan Mattumur o'rinlagan bu Chinar Egiz Chinar nomli naqshini angladinglar. Endi o'rin chechiga o'rinlagan Yiroqdiki sen nomli mo'ng'ulcha naqshini anglaymiz. Bu naqshida do'stlik muhabbati kuylangan.
kelsen yasanmay kegi Çiraylık sen yasansan mı? Bana kelsen yasanmay kegi Çiraylık sen yasansan mı? Altın değmen zılva boyunni Altın zincir asalsan Altın değmen zılva boyunni Altın zincir asalsan Bana kelsen taranmay kegi Nerede gülün taralgını var Bu dünyada kızla zatının Nerede sendeki yaralgını var Bu dünyada kızla zatının Nerede sendeki yaralgını var Pavara bulma Şaçmasan mı etir pırayse Etir çiçeği pavara bulma Şaçmasan mı etir pırayse Günde gelsen ay karanguzi Vergin özüm bir ay sene Günde gelsen ay karanguzi Kili vergin özüm bir ay sene Bana kelsen taranmay kegi Nerede gülün taralgını var Bu dünyada kızla zatının Nerede sendeki yaralgını 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 var Nerede sendeki yaralgını Qadrli anlıqçılar, yuqorida Məmtimin turğunu o'rinlagan Yasanmay kelgan namlıq naqshini angladinglar. Endi Ezizcan Matjuma o'rinlagan qirg'izcha naqsha Kepenek namlıq naqshini anglanglar. Kalem taş, buzulgana
Oynava çıkarımdaş Kızıl gönül inelik İnelik kız inelik İnek istediğim ellerin kedileri İnelik kız inelik İçimizden inelik Şüyine Çakında vay bilerik Calında tık büyüdürür Yaşılgana dinerik Can dünürün süydürür Yaşıl gönül inerik İnelik kız inelik İnek istediğim ellerin kedileri Uçaktan git almay Dey çekile gidedik İnelik kız inelik İnek istediğim ellerin kedileri İnelik kız inelik İçimizden inedik Qadrli anlıqçılar, xayrli akşam programımızı yaqtırıp anlığınızlarga rahmat. Programımız muş yerda oxirlashdi. Bugungi programmamizning muharriri va riyosatchisi Ro'shangul Basit, mas'ul muharrir Ömer Qodir Nijat Ahmad, nazoratchi Abdurashid Abdug'ini, bosh nazoratchi Abdurashid Turam. Aziz do'stlar, amanglarga salomatlik va baxt yor bo'lsin.